وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Muhterem Müslüman kıyırındaşlarımız, biz Allah subhanahu ve taala bizge tapşırgan mesuliyet vazifelerimizni icra kılışta kat'i Allah aldidagi kıyamette hesap barlıqını ve bu dünyadımı biz özümüz ve milletimizni qutquzuş vazifesini joyida icra qilishdan iborat bir mas'uliyatimiz borligini hammamiz bilishimiz, o'zaro mas'uliyatimizni ijro qilishga va haqiqiy bir xalqarodagi mustaqillikqa erishgan millatlar qatorida va o'zini qutqazgan xalqlar qatorida bizningmi qutulishimiz, o'zimizning beshini ustun ko'tarib xalqarodimi bizmi erkin mustaqil holatda yashaydigan bir millat bo'lish bizning huquqimiz va mush huquqimiz uchun har birsimizning kurash qilish mas'uliyati bor. Shuning uchun o'z millatimizni halok qilishdan hammamiz ogoh bo'lishimiz kerak. Chunki millatimizni halok qiladigan ish yanada o'zimizningki o'z millatimizni layoqatsiz yoki millatimizni bilimsiz nadon qoldirishimiz va millatimiz va o'zimiz halok qiladigan buzg'unchiliklarni bilimsizligimizdan, tushunchamiz ongimizning ojizligidan, safa va haqiqiy jonliq iymonimiz va axloqimizning ojizligidan o'z qo'limiz bilan o'zimiz o'z millatimizni halok qilib soladigan yoki bilmay butkul millatga halokatning kelishiga sabab bo'ladigan ish o'zimizdan bo'ladi. Shuning uchun biz millat shaklida qutulimiz deydi ekanmiz. Har bir millat a'zolariga millatimizningki mustaqil va ozod bo'lgan bir amaliy hayotga, jamiyatga, davlatga ega bo'lishiga, zolim tajovuzchi Xitoylarning qo'lidan qutulishiga hamma millatimizningki saposi, millatimizning milliy kimligi, millatimizning diniy e'tiqodi, millatimizning axloqi, millatimizning ilm va har turdagi ixtisoslik fan egalari bo'lishi va millatimizningki go'zal axloq tarafdan millatimizni hammamiz buzg'unchilikdan, buzilishdan saqlab qolishga o'zaro birsimizga tavsiya qilishib turib, millatimizni qutqizishga ahamiyat bersak, musulmonlarni qutqizishga ahamiyat bersak, u vaqtida biz halokat yo'lidan millatimizni butunlay halok qilishdan qutulaymiz. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda mundaq deydi: Astagfirullah vattaqu fitnatan la tusibannallazina zalamu minkum khassah va alamu annalloha shadidul iqob. Sura Anfalning 25-oyatida sizlar bir fitnadan, bir balodan, bir musibatdan, bir azobdan, bir halokat yo'lidan, umumiy halok bo'lishdan saqlanib qolinglar, ogoh bo'linglar. Bu balo, bu umumiy halok bo'lish sizlarning ichinglardan zulm qilganlarga xossaning ma'nosi alohida xos bo'lib yetmaydi. O balo sizning ichinglardan zulm qilganlarga yetadi. Zulm qilmaganlarga, zulm qilganlarga qarshi turmaganlik yoki o'z ishida zulm qilganlar bo'lsa, zulm qilganlarni qo'lini tutib olmaganlik, zulmga qarshi turmaganlik uchun hammasiga zulm qilganlarga, zulm qilmaganlarga o'xshash yetadigan millatni bir butun halok qiladigan azob, baloyi ofatdan ogoh bo'linglar. Buningdan o'zinglarni saqlab qolinglar deb bilib Allah subhanahu wa taala deydi ki, bilinglar haqiqatan Allah Taala'nın azabı qattiqdir dedi. Qarindoshlarimiz, bu fitna
degan so'zningki arab tilida bir qanchalig'an ma'nolari bo'lib, buning birinchi ma'nosi zulm. Ya'ni musulmonlar o'z ichinglarda umumatan zulm qiladigan, har birsinglar o'zaro bir-birsinglarga zulm qilishdan chiqolmaydigan, zulmdan iborat baloyi ofat sili keladi. Shu zulm o'zaro bir-birsinglar qilgan yomonlik sizlarni dushmanlardan to'xtatib qo'ydigan, dushmanlar oyoqti qilib o'zinglarga zulm qilish bilan shug'ullanib keladigan, mushunda umumiy balosili keladi degan ma'noni bildirdi. Bu umumiy baloning kelishining birinchi omili avvalan har bir qarindishimiz o'ziga zulm qilishdan saqlanish kerak. Ya'ni Alloh cheklagan zulmning eng yuqorisi shirk, kufrlik. Allohning dushmanlariga, zolimlarga hamkorlashib, millati musulmonlarni qirg'in qilish, ularni nadon, bilimsiz qoldirish, ularning zolimlarning mu'min musulmonlarga Uyg'ur millatidek zulmga uchragan xalqlar qilgan tajovuzchilikqa sukut turish, zulmga qarshi ovoz chiqarmaslik, haq va kurash maydonidagi haqiqatchilar bilan bir maydonda bo'lmasdan iborat bo'lgan o'ziga o'zi zulm qilish. Yana Alloh subhanahu va taolo ularga topshirgan vazifalar, Alloh ularga topshirgan farzlarni joyida ado qilmaslik, cheklagan harom munkarlardan yangi o'tmaslik, mana bu avvalan o'ziga o'zi zulm qilganlik. Shunga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda alohida bayon qilib, "Allazina amanu va lam yalbasu imanahum bizulmin" dedi. Payg'ambar alayhisalom bu zulmni shirk deb tarjima qilib berdi, ammo bu oyatda nima uchun zulm degan desa, Alloh aslida har qanday zulmni cheklamoqchi. Demak, iymoniga zulm aralashtirmagan, yuqorisi yaratgan igisiga tinishtin, yaratgan igisiga shirk keltirishtin, yaratgan igisi ne'mat ato qilgan tursa, igisiga qo'lchilik qilmay, har xil shirk keltirilgan bu haykallarga, Allah qarshi chiqqan zolim kofirlarga, Allah subhanahu va taoloning dushmani bo'lgan Xitoy tajovuzchi kommunistlardek bularning tajovuzchi zo'ravon hukmronligiga ashunga cho'qinadigan mushundaq cho'qinishni qilish, mana bu o'zi qilgan zulm bo'lsa, eng to'ni har qandaq bir o'zaro o'zininki oilasi, jamiyati, qarindoshlari o'tirisida ular qilgan har bir muomalada nahaq ishlarni qilishning hammasi zulm. Shuning uchun mu'min musulmonlar har qandaq bir holatda avvalan o'ziga o'zi zulm qilishdan iborat, Alloh cheklagan ishlarni qilib, Allah buyurgan ishlarni qilmaslikdan iborat bo'lgan o'ziga o'zi zulm qilishdan saqlanishi, mana shu millatni umumiy fitnaga tushirishdan saqlanishdir. Fitnaning yana bir ma'nosi ibtilo, sinilish. Alloh subhanahu va taolo Musa alayhisolamning qavmini fir'aundan iborat zolim kofir bilan sinadi. Chunki Musa alayhisolamning qavmi Alloh bergan Falastindan iborat bo'lgan zaminini, o'zininki millatini haqiqiy islom ruhi bilan qo'dab qilishga ahamiyat bermadi. Mal dunyoga, fitnaga, shahvatga berilib ketdi. Shuning bilan Alloh subhanahu va taolo ularni fir'aundan iborat bo'lgan zolim bilan sinadi. Mushu ibtilodan qutulishning birdan bir yo'li nima bo'ldi? Oxirisda Musa alayhisolamdan iborat payg'ambarga, Alloh avatgan elchiga agishgan o'zi haq maydonda turgan payg'ambarning yo'liga kelishidan Fir'aun va uning zulmiga qarshi maydonda haqni qo'g'dash bilan ular Fir'aunning zulmidan qutuldi. Demak, mushu Sharq Turkiston zaminida bo'layotgan baloy ofat, xafalikning Fir'aun va uning qavmiga kelgan Allohning azobining mushu ikkilisining amaliy maydondagi amaliy reallikni ko'rgan vaqtida Xitoy tajovuzchi zolimlarning halok bo'lishining asosiy sababi nima desa, Sharq Turkistonlik musulmonlar Xitoy tajovuzchi zolimlarga qarshi maydonda zulmga qarshi turgan barliq haqqoniyatchi musulmon qarindoshlarimiz bilan, barliq tashkilotlar bilan, barliq siyosiy harakat qilayotgan jamoatlarimiz bilan bir maydonda turib zulmga qarshi tura olsak, eng oxirida hattoki
Xitoy tajovuziga qarshi bo'lgan urushdimi, jangdimi birga bo'la olsak, an bizningki mushu millatimizni zulmdan qutqarishdan iborat bo'lgan harakatda ibtilodan o'zimizni va millatimizni saqlab qolgan bo'lamiz. Zulmning eng bir ma'nosi o'ltirish, haraj. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu vaqtda munda degan, qiyomatning oldida, qiyomat bo'lishdan burun haraj ko'p bo'ladi. Sahabe so'ragan, haraj degan nima ey Rasululloh degan vaqtda yolg'onchilik, ya'ni jamoatlar, tashkilotlar, musulmonlar o'ttirisida yolg'on gap tarqatadigan, hozir xuddi to'rda yolg'on gap tarqatib, fitna tarqatib, o'zining dushmani bo'lgan Xitoyningki maqsadi bu bizni bo'lish, bizni o'zaro urush so'qash selish, o'zaro fitnaga tushirish. Shundaqlam, ashundaq nadon, bilimsiz o'zining millati va o'ziningki kelgusi istiqbolining nima bilan qalbiga erishadiganligini bilmaydigan insonlar qanday qiladi desa, doim musulmonlar o'ttirisida musulmonlarning qusurini izlashdan iborat bo'lgan fitnani izlaydi, ammo dushmanlari, zolim kofirlar qarshi maydonda birli bo'lolmaydi. Shuning uchun qarindoshlarimiz mana shu hadisda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alohida ag'lantirib, ularda haraj deganimiz yolg'onchilik, yana birisi o'ltirish ko'p bo'ladi dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu hadisning oxirisida hozirgi zamonda biz urushdimi ko'p urushlab ketamdi degan vaqtda payg'ambar alayhisalom shunda deb bo'lib, uchoqdagi urush o'zaro ba'zinglar bilan ba'zinglar o'tirisi bo'ladi. Bir o'zini mu'min chaqlaydigan, o'zini musulmon deb atagan bir odam o'zining tag'isining o'g'lini, qo'shnisini, yaqinlarini o'ltirdi bu kunda degan vaqtda sahoba so'radiki, ularda aql yo'qmi Rasululloh degan vaqtda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ularga javob beribdiki, ularda ashundaq o'zining qilgan ishini, xatoligini bilaylik, u kunda aql yo'q dedi. Qarindoshlarimiz, ya'ni bular fitnaga, azg'unlikqa, dushmanini, Xitoy tajovuzchi kommunistlardek zolim kofirlarni qo'yib o'zaro birsiga urush etishga birilib ketgan bo'g'achqa, mushu Allohning g'azabi bularni nima qilib qo'ygan desa, dushmanni taniyolmagan mush ishi o'zaro birsini o'ltirayotgan, urush qilayotgan, birsini qirin qilayotganligini bilmaydigan darajada hangi vaqtda bilimsiz nadon qilib qo'ygan qarindoshlarimiz. Mush hadisning oxirisida ular har birisi o'zini bir iymon, bir islom, bir haq ustiga deb qaraydi. Amaliyotda ular haq ustida emas deydi qarindoshlarimiz. Shuning uchun har bir musulmon qarindoshlarimiz bu yerda biz shuni bayon qilmoqchiki, fitnaning yana bir ma'nosi dunyo musulmonlari, Sharq Turkiston musulmonlari dushmani bo'lgan o'zining ashaddiy dushmanini qo'yib o'zaro birsiga kufrlik tuhmatini atib, birsiga har turli tuhmat va har turli nom atoqlarni atib, uning qilini, uningki mol, yuz obro'yini, uning iymoni, islomini halol sanab, uni o'ltirishdan iborat mush ichki urushqa qaysi davlat qarsak tushib ketganlikning xabarligidan mana mush xabarlik biz musulmonlarni Allohning dahshatli azobi bo'lgan o'zaro birsimizga qirg'in qilish bilan bo'lib ketib, dushmanimizning qo'lidan qutlanmaydigan millatimiz namratlikdan, xorlikdan, har turli ichki bo'lgan jidal majrodan xalqarada nega bas qo'llanib bo'lishdan qutlanmaydigan mush xabarlikqa millat shaklda xalqimizning halokatiga yuzinishga mush bizning o'zimizning o'zaro ichki urush sabab bo'lgan. Shuning uchun qarindoshlarimiz, biz endi dushmanimiz Xitoy tajovuzchi kommunistlarning tajovuzchiligini, bularning ashaddiy dushman ekanligini, bularga qarshi bizningki siyosiy, ijtimoiy va amaliy butkul millat shaklda xalqarodagi har bir siyosat maydonida bular qarshi zulmga qarshi turish bilan birga kurash qiladigan, bular qarshi jihad maydonida o'zimizni hozirlaydigan, dushmanimizni Xitoy tajovuzchilarining, Xitoy fascistlarining dushmanligini to'liq biladigan va buning uchun bilganligimizga amal qilib, mushu dushmanimizga qarta maydonni aniq ayirib, maydonga hammamiz
o'zaro hamkorlashib tushadigan davr ekanligini anglashimiz. Shuning uchun mushu Allohning umumiy balosining kelishga sabab bo'lgan ishning yana birisi nima ekan desa, mu'minlar o'zaro urushish, o'zaro jidal majra qilishish, o'zaro birisi bilan qarshi ishlar bo'lib ketish. Mushu harajning yana bir ma'nosida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam qiyomat yaqinlashgan vaqtida ilm ko'tarilib ketadi. Musulmonlar orasida fitna fasod ko'paydi. Musulmonlar orasida o'ltirish ko'p bo'ladi degan. Shuning uchun qarindoshlarimiz mushu yuqorqi barliq fitnalardan qutulishning yo'li Alloh bizga tushirgan Allohning va'yisi Qur'onning yo'li bilan islomni onglik saviyada tushunish va islom ta'limotini to'liq Qur'onga uyg'un etgan ulamo ustozlarimizning ta'lim tarbiyalarini anglashimiz, islom dinining ashaddiy dushmani bo'lgan Xitoy tajovuzchi kommunistlardek zolim kofirlarning dushman ekanligini bilish va Yahudi xristianlardek iniq islomga dushmanlik qilayotganlarning dushmanligini bilishimiz kerak. Shuning uchun biz mushu ishkiri urushdan qachon qutula olmaydi ekanmiz? Ishkiri o'zaro birisi bilan dushman tushishdan qachon qutula olmaydi ekanmiz? Allohning azobini qutlamaymiz. Chunki Alloh mana mushundaq ishkiri urushdan o'zimizni tatib ololmagan nurg'un iqtisod, nurg'un xiroj, nurg'un energiya, nurg'un kuch-quvvat o'zaro musulmon qarindoshlarning bir musulmonga qilayotgan urushiga bo'lgan mushundaq urushda bo'lganlarga Alloh subhanahu va taoloning azobi qattiq ekanligini, ya'ni bu azobga tushgan siri chiqolmaydiganligini, shunga hozirgi azobni o'zimiz paydo qilib bo'lib, zolim dushman Xitoy tajovuzchilik zulm va eng ashaddiy fasqni qilayotganlarni dushman tutishga bunun yüzlenmey, biz bu xorluqdan qutlanmadık desek, bu xorluqdan qutlanmasligimiz tıxımı devam qildiganligini, milletimiz, xalqimizni butunlay halaqqa so'raydiganligimizni mush oyat bizni alohida og'irlandirish orqali bizni ishkiri urushdan Xitoy tajovuzchi zolim kofirlar qarshi bo'lgan maydonda turishga Alloh subhanahu va taolo alohida og'irlantirdi. Fitninki yana bir ma'nosi nima desa, yana bir ma'nosi to'g'ri yo'lni topolmaslik. Biz to'g'ri yo'lda topolmay, xato yo'lga kirib qolmay, haq yo'lda turamiz desak, nima ish qilishimiz kerak desa, Alloh subhanahu va taolo bizga Qur'oni Karimda alohida iqro bismi robbikallazi xalaq deb bizni ilm olishga buyurdi. Hal yastavillazina ya'lamun vallazina la ya'lamun deb, ya'ni haqiqatni biladiganlar, Allohning to'g'ri yo'lini biladiganlar bilan bilmaydiganlarning barobar bo'lmaydiganligini bildirdi. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bilim egilerinden so'rashqa, Allohning va'yisi bilan ish qiladigan, Qur'on hadis ruhiga uyg'un ish qiladigan, ummat, xalq, millatninki foyda manfaatni biladigan, din va siyosatda pishqan kishilarninki ta'lim tarbiyasida ish qilishga buyurdi. Shuning uchun biz ummatni mush halok bo'lishdan nim bilan qutqizamiz desa, ummatimizning xorliqini, ummatimizningki qulluq, xorliqqa tushib qolishini, zalimlar oldida bosh egib qilishini, bilimsizlik, nadonlik qilib qilishini, tixim uzun tajovuzchilik ostida Xitoylarning Sharq Turkiston zaminida va chet elda bizni mushundaq teripayran qilishning qutulish yo'li shuki, birinchisi biz aqida, iymonimizni, ruhiy ma'naviyatimizni qat'iy sap iymon bilan, bilim bilgisi bilan, bilimlik holatda Qur'on hadis ruhiy uyg'un bilim bilan qurollantirishimiz, bilim bilan haqni tanishimiz va mangan har bir yo'limizda Payg'ambar alayhisolamning tarixi, Qur'on hadisning yo'li bilan biz millatimizni bilib etmay, millatimiz hamma millat bir şekilde islom ruhiga uyg'un, dushmanimizni aniq tanigan, safoliq bo'lgan bir millat şekilde Xitoy tajovuzchiga qarshi maydonda tura oladigan, o'zining millat va din va islomiy huquqlarida, erkinlik yo'lida, mustaqillik yo'lida har birisi adoqqicha kurash qila oladigan jonliq bir millatni shakllantirishda hammamiz kuch chiqarishimiz, ya'ni millatimizning xorliqi, ojizligini birlik, ittifoqlik, mustahkamlik bilan yo'qotishimiz kerak. Shuni Alloh Qur'oni Karimda va'tasimu bihablillahi jami'an va la tafarraqu. Sizlar hammanglar Allohning og'amisiga birlashib jamoat bo'lib esinglar. Bunlab ketmang dedi. Ammo xalqimizni bo'linishga, bo'lashga, ittifoqsizlikqa, tafriqchilikqa, fitnaga tushishga, fitna urishga olib o'tib, ya'ni xalqimiz o'ngshalmadi.
xalqimiz birlashanmidi, rahbarlarimiz, ulamolarimiz birlashanmidi desak, xuddi nima o'xshaydi desa, jamiyatga sisiq gaz taqitib, xuddi zolim kofirlar jamiyatga ularni zaharlaydigan zaharli gaz taqatgandek musulmonlar o'ttirishga fitna fasod gazini taqitib bo'lib, undan keyin musulmonlarni birlashmadi deb o'zimiz birlashmaganga sabab bo'lganligimizni unutib qolgan bo'lsak, u vaqtda biz yana bu xalqimizni halokka uzandirgan bo'lamiz qarashimiz. Shunga xalqimizni bilim, ma'rifat, to'g'ri yo'lni so'zlaydigan haq egalarininki to'g'ri boshish bilan xalqimizni qutuldirish ahamiyat berishimiz kerak. Xalqimizningki iqtisodiy maydondagi ojizligini iqtisodiy jihatdan kuchinish, tijorat, sanoat, texnika, ziroat, yizigilik texnikalari jihatda hammada kuchinish bilan xalqimizni hozirgi zamondagi shirkatchilik, ixtisoslik har bir narsaning uning tadqiqotini qilish orqali pishqilab ishlash bilimlaridan iborat texnikchilik, shirkatchilik bilimlarida avlodlarimizni yetishish bilan iqtisodimizni taraqqiy qilish bilan iqtisodimiz haq uchun millatimizning taraqqiyoti, bilim safosi, millatimizning zulmdan qutulishi, erkinlikka erishish uchun Alloh yo'lida chiqim qilish bilan millatni xalqni qutulib qo'yamiz. Ya'ni iqtisodniki namratchilikdan iborat bo'lgan yomonligimizni nima bilan qutuldiramiz ekan? Iqtisodda taraqqiy qildirishdan iborat bo'lgan yaxshiliklarni qutuldiramiz. Hamshirlar siyosat maydonida xalqimizni har bir siyosiy harakatda, siyosiy kurashda barliq namoyishlar, barliq internet tor har bir yerda guvohlik berish, zulm qarshi Xitoy kommunistlarining avtoberishini achirish, zolimlarning avtoberishini achirish, islomning go'zalligini dunyoga tarqitish, har bir yerda islom obraziga vakillik qilishni iborat bo'lgan amaliy siyosiy harakatlarimizda va amaliy jang maydonidan iborat tajovuzchi Xitoy kommunistlariga qarshi jangga tushishda qat'iy jinimiz, aqlimiz, fikrimiz, iqtisodimiz, barliq hayotimiz mushuninga pida Allah yo'lida biz dushmanimizni tunduq degan asosda bo'libmi siyosat maydonida musulmonni dushman tutishni qo'yib, Allah dushman tutishga buyurgan uning xalqaro ko'z oldida nihoyat kuchsizdir deb qaralgan bo'lsa-mu, Allah oldida chivinchilik kuch yo'q deb qaralgan Xitoy tajovuzchi zolimlardek kofir dushmanning dushmanligini tunishimiz mana bu siyosat maydonida bizning birinchi maydonimiz. 30 necha million xalq dindan, islomdan, aqidasidan, milliy kimligidan, yurtidan, vatanidan, Sharq Turkistonning hatto ism nomidan, barliq masjirimizdan, har bir aqidamizdan ayrilsa, biz dushmanimizni tanıyamaganlik, mana bu bizningki siyosat deb o'zimizni siyosiychi deb atib olgan, lekin siyosatdan hech nimadan xabarimiz yo'q. Qur'on bizga aytgan siyosatni bilmagan, faqat o'zaro fitnaga tushib qolgan ekanligimizni bildirib qilishimiz. Shunga biz millatimizningki siyosatdagi nadonligini, siyosatdagi onglik bo'lish, dushmanni aniq belgilashni butun millatga o'rgatish, bildirish, zulm qarshi bilan siyosiy dushmanni tanitish orqali zulm qarshi turish mushu bizningki siyosat jihatda fitnadan qutulishimizdir. Shunga payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning hadisida Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mundaq degan. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bir hadisda Qur'onda bir oyat bor. Alaykum bi amsikum. Sizlar o'zinglarga ahamiyat beringlar degan mush oyatni sizlar o'zinglar bilan o'shanglar deb bilasizlar. Undaq emas. Bu oyatning ma'nosi qarindoshlaringlarga, yurtdoshlaringlarga, qavm millatinglarga ahamiyat beringlar. Ularni billa o'shmasanglar Allohning azobi keladi degan burda. Buning dalili tuandikcha. Haqiqatan xaloyiq qachon zolimni ko'rib, uning qo'lini tutmasa yoki munkarni ko'rib, uni o'zgartmasa, Allah ularga azobini umumlashtirdi dedi. Demak, qarindoshlarimiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuning mush hadisidan bizga nima ayon bo'ldi? Xitoy tajovuzchi zolimlar qarshi zulmni to'xtat deydiganga har birsimiz qo'limiz bilan, kuchimiz bilan, duoyimiz bilan, amaliy harakatimiz bilan, siyosiy birlikimiz bilan, har bir iqtidorimiz bilan ulamolarimiz, ziyonlarimiz, yoshlarimiz, barliq cho'nglarimiz, har bir iqtisod egalarimiz, ixtisos egalarimiz, har bir ishimizdan chiqqan barliq millat xalqimiz, er ayol, qiz o'g'il hammamiz mush zulm qarshi zulmni to'xtat degan zulmni to'xtatish uchun
o'zimiz va xalqlarni boshlab aklaydigan Allohning amaliy sababini joyida qilib, Allohga tavakkul qilib, o'zimizmi mustaqilning oldi tura oladigan amaliy kurashni qilmaydigan bo'lsak, u vaqtda biz mana shu oyatdagi umumiy fitna bo'lgan, umumiy o'zimiz va millatimizning diniy kimligi, milliy kimligi, kelgusi tili, hayoti halok bo'lish girdog'iga kirib qolamiz. Shu halokatni kim qilgan bo'lsa, o'zimiz qilgan bo'lamiz qardoshlarimiz. Shunga mushundaq halokatdan qutulishning yo'li siyosiy maydonda o'zimiz va millatimizni zulm qarshi turg'izishda qat'iy kurashchan qilib tarbiyalab chiqish va uningga ahamiyat berish. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda sening Parvardigoring bir kanta ahlini, bir shahar ahlini, bir millatni halok qiladigan bo'lmadi. O kanta ahli o'ziga zulm qilgan, va lekin o kanta ishida zulm qilgan kishilarni isloh qilgan odamlar bor. Demak, mushu zulmni isloh qilsak, zulmga qarshi tursak, o'z ishimizdagi o'zaro birsi-birimizga zulm qilishni tugatsak, o'zimiz Alloh oldi jinoyat, gunoh, ma'siyat, yomonlik qilishni tugatsak, yaxshilik, yaxshi amal, yaxshi ibodat, Alloh rozi bo'ladigan, Alloh qilchilik qiladigan ishga oldirsak, cho'qim Alloh subhanahu va taolo bizga g'alaba ato qiladi. Millatimizni umumiy halok bo'lishdan qutulishning eng asosiy yo'llari nima desa, har bir ma'lumot maydonida ruhiy, fikri, iymoni, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, fanniy va har bir turmush, ijtimoiy muomala bo'libmi go'zal axloq har bir ishda xalqimizni yangidan bilim, tarbiyalik va haqiqiy güzel axloqliq, safoliq qilib tarbiyalab chiqish orqali millatimizni nimani qutqizadi desa, umumiy halok bo'lish yo'lini qutqizamiz. Ammo xalqimiz, avlodimizni, kelgusi izmisallarimizni ilm ma'rifat bilan, to'g'ri bo'lgan yetaklash bilan, ularni to'g'ri bo'lgan haqiqat nuri bilan ruhiy ma'naviyati, amaliy hayoti o'zining e'tiqod qilgan diniga chin asradigan, o'zining dini va millatining kimligini zoda qo'daydigan, dushmanni to'laydigan bir maydonda ma'naviy kimligini joyida qilib tarbiyalab chiqish ahamiyat bermasak, xalqimiz musha halok bo'lishdan keyin yana qayta isloh qilish, qayta xalqimizni qutqarishga erisha olishimiz tasbirli qilishimiz. Shunga hammamizni Alloh subhanahu va taolo o'z mas'uliyatini ado qilgan solih mu'minlardan bo'lishimiz qilsin. Hammamizni Alloh subhanahu va taolo o'z xalqimizni ruhiyatdan, amaliy hayotdan qutqizish yo'liga boshlaydigan, halokatdan saqlaydigan, halok yo'lidan qutqizadigan sodiq mu'minlardan bo'lishimiz qilsin. Va salli ala Muhammadin va sahbihi ajmain. بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن